G'azo sektorida sog'liqni saqlash tizimi jiddiy inqiroz yoqasiga keldi. Ma'lum qilinishicha, hududdagi blokada oqibatida sanoat yog'i va ehtiyot qismlar tanqisligi yuzaga kelgan. Bu esa faoliyat yuritayotgan kam sonli tibbiy muassasalar ishini ham to'xtatish xavfini kuchaytirmoqda. Ko'plab shifoxonalardagi generatorlar shikastlangan. Mutaxassislar ogohlantirishicha, agar generatorlar ishdan chiqsa, yuzlab bemorlar hayoti bevosita xavf ostida qolishi mumkin. Endi xalqaro maydonda yuz berayotgan shu kabi voqea hodisalar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishtiramiz. Braziliyaning Capão de Canoa shahrida samolyot halokatga uchradi. Ma'lum qilinishicha, yengil samolyot parvozdan bir necha daqiqa o'tgach restoran binosiga borib urilgan. Fojia oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Ular orasida uchuvchi hamda restoran egasi bo'lgan er-xotin bor. Hodisa vaqtida restoran yopiq bo'lgani qayd etilmoqda. Binoda portlash va yong'in sodir bo'lgan. Hozirda hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. AQShda Eron bilan bog'liq mojaro fonida yoqilg'i va oziq-ovqat narxlari keskin oshib bormoqda. Hozirda mamlakatda benzin narxi o'rtacha 1 gallon uchun $4 oshgan. Bu esa transport xarajatlarini ko'paytirib, mahsulotlar narxiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Oziq-ovqat va kundalik iste'mol tovarlari qimmatlashishi aholi xarajatlariga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu holat neft ta'minotidagi uzilishlar, xususan Hormuz bo'g'ozi orqali yetkazib berishdagi cheklovlar bilan bog'liqdir. Kopengagen yaqinida dengiz ostida noyob tarixiy topilma aniqlandi. 225 yil avval cho'kkan harbiy kema qoldiqlari topildi. Mutaxassislar aniqlashicha, bu Dana Broge bo'lib, u 1801-yilda Kopengagen jangi davomida halokatga uchragan. Jang Garatso Nelson boshchiligida bo'lib o'tgan. Kema qoldiqlari dengiz tubida chuqur joylashgan bo'lib, u 19-asrdagi dengiz urushlari haqida yangi ma'lumotlar berishi mumkin.